Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aleksey Alekseyevich, Vita ajoyib savol beradi. Masihda bo'lish nima degani? Bu amalda qanday bo'ladi? Savol uchun rahmat Vita. Bu juda yaxshi yondashuv. Chunki biz muqaddas kitob haqiqatlari bilan to'qnashganda ularni amaliy ahamiyatini qidirib topamiz. Masihiylarda uchratiladigan eng katta muammolardan biri shuki, biz ko'p haqiqatlarga ishonamiz, ularni targ'ib qilamiz, lekin ularni hayotimizda qanday amalga oshirishni tushunmaymiz. Shuning uchun ham ko'plab diniy tamg'alar va ramziy ifoda shakllari paydo bo'ladi. Masihda bo'lish juda muhim. Bu butun masihiylarning markaziy nuqtasidir. Ko'pchilik xato qilib, masihiylikni faqat bir mafhur deb o'yladi. Holbuki, bu faqat dunyoqarashning bir shakli emas. Masihiylik dunyoqarashning bir qismi bo'lishi bilan birga, u jonning Iso Masih bilan birlashuvi orqali shakllanadi. Haqiqiy masihiylik ruhiy tug'ilish natijasida Iso bilan aloqada bo'lishdir. Najot Iso Masihdan tashqarida mavjud emas. Faqat uning ichida najot topish mumkin. Shuning uchun najot topish uchun biz Iso Masihga bag'ishlanishimiz kerak. Bu haqida Rimliklarga 6-bobida yozilgan. Biz Masih bilan birga o'lganmiz va u bilan birga tirilganmiz. Masihiy bo'lgan odam o'zini Masih bilan birlashtiradi. Masih bizga o'z adolatini bergan emas, balki biz uning ichida birlashdik. Shuning uchun Xudo bizni u bilan abadiy birlashtirgan. Bu haqida ko'p yozilgan. Masalan, Efesliklarga 1-bob 13-oyatda. Unda aytilganki, biz Masihga ishonganimizda muqaddas ruh tomonidan muhrlanganmiz. Shu boisda Masihda bo'lish bu faqat nazariy tushuncha emas, balki haqiqiy ruhiy aloqadir. Bu aloqa Isoning so'zlarida qolish, uning muhabbatida yashash, uning amrlariga itoat qilishni anglatadi. Yuhanna 15-bob 4-oyatda aytilgandek: Menda qoling, men ham sizning ichingizda qolaman. Masihda qolish uchun uning so'zlarini o'rganishimiz, u bilan ibodat orqali muloqot qilishimiz va unga bo'ysunishimiz kerak. Iso mening muhabbatimda qoling deb aytgan. Bu Xudoning muhabbatini to'la anglash orqali amalga oshadi. Bu muhabbat bizni qo'rquvdan ozod qiladi. Bu haqida Pavlus ham Efesliklarga yozgan. Masih ichida mustahkam bo'lish, bu uning xarakteri, maqsadlari va kuch-qudrati bizning hayotimizga ta'sir qilish demakdir. Bu qanday amalga oshadi? Birinchidan, biz kalomni o'qib, Masihni tanishimiz kerak. Ikkinchidan, biz unga ibodatimizda murojaat qilib, bizni boshqarishni so'rashimiz kerak. Uchinchidan, biz u haqida tafakkur qilib, aqlimiz, his-tuyg'ularimiz va hayotimizni unga bo'ysunishga yo'naltirishimiz kerak. Mana shu haqiqiy ma'noda Masihda qolishdir. Rahmat Aleksey Alekseyevich. Aziz do'stlar, Xudo bizga ko'plab manbalar bergan. Bizda minglab va'zlar, shu jumladan MacArthurning va'zlarini tarjimalari mavjud. Shuning uchun veb-saytimizga tashrif buyuring. YouTube kanalimizga obuna bo'ling va haqiqatda qoling. Bugunga shu edi. Kalomda qoling. Xudo sizni barakatlasin.